Leksiyalarımızı davamlaştırımız hürmetlik vatandaş bugünkü islaha 2021 yıl 3. ayının 18. günü. Endiki yana bir mavzu leksiyimiz. Amerika Cüngü söhbeti başlanıştan burun iki taraf bir-biriga mundaq gap yetkizdi. Mavzulu xabar 3. ayının 17. günü Erkin Asya Radyosu'nun Xitay tili programması e'lon qilindi. Xabar mundaq başladı. Amerika Cüngü yuqori darajali uçuruş paytlarida iki tarafning munosabati yana jiddiyleşdi. Yani 18. gün bugünkü bu aralıkta iki tarafning munosabati yana jiddiyleşdi. Wol ko'chisi gazeti xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Cüngü taraf bu uçuruşda Amerika tarafının sobiq prezident Trump davridagi Cüngüni cheklash tadbirlarini, jumladan Cüngü şirketleriga ve shaxslarga qo'yilgan embargo siyosatini ve cheklash siyosatini bekor qilishni talab qilmoqchi bo'ldi. Demek Cüngü vakillerinin, söhbet vakillerinin kelişideki maksat mana muşul ekende Cüngü muşu talabını o'ttirib qo'ydi. Reuters mundaq xabar qildi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Prezident Joe Biden amaldorlari aniq qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika taraf bu ishga murossalashish maydoni tutmaydi. Cüngü bilan murossalashmaydi. Belki Hong Kong meselesiga, Uyg'uriston meselesiga hamda Cüngüning Amerika'nın ittifaqdoshlarga iqtisodiy zo'rlash elib berayotganligidan iborat bir qator masalalarga Amerika taraf qattiq diqqat qildi. Cüngüning Amerika turishliq bosh elchisi Su Tiankay suhbat o'tkazadigan Alyaska shtatining Anchorn shahriga avval yetib kelib, muxbirlarning ziyoratini qabul qilganda mundaq dedi. Cüngüning egilik huquqi, zimin bütünligi, davlatning birligidagi yadrolik manfaat masalasida Cüngü taraf murassa qilishga, yo'l qo'yishga har qanday o'rin yo'q. Bir qatimliq suhbat bilan Amerika Cüngü o'rtasidagi barliq masalalarni hal qilib ketishni umid qilg'ili bo'lmaydi. Şuna bu qatimki suhbatga ortiqcha umid var ve ortiqcha xiyollarda bo'lmasligimiz kerak. Demek Su Tiankay da'vatida bosh elchi. O tashqari qartib da'vatamdi, o'zi qartib da'vatamdi. Suhbatdan yaxshi natija erishmaymiz yoki umid var bo'lib ketmayli deydi. Endi uni qoldisini keng reallik qoldirimiz hurmatli vatandoshlar.